Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Agar orangizda tarix ixlosmandlari bo'lsa, ekranga yaqinroq keling. Chunki bugun biz siz bilan tarix sahifalarida yozilgan, ammo ko'pchilik bilmaydigan eng g'alati va hayratlanarli faktlar haqida gaplashamiz. Uzmir dunyo yangiliklari. Bizdan uzoqlashmang. Ha aytgancha like bosishni ham unutmang. Bizga obuna bo'ling. Napoleon quyonlar tomonidan hujumga uchraganini bilarmidingiz? Ha, bu o'sha siz bilgan Fransiyaning mashhur imperatori va generali Napoleon Bonaparte haqida. 1807-yilda u o'z generallari bilan ovga chiqadi. Ovda ular hazil tariqasida barcha quyonlarni bir joyga to'plashgan. Quyonlar bu vaziyatda hujum holatiga kelib generalga qarab yugurishadi. Napoleon esa bu g'ilay mavjudotlardan zo'rg'a qochib qutuladi. Sochlaringiz oqarishni boshladimi? Darrov kolorist yoniga shoshilmang, chunki bu vaziyatda sizga qushlarning ham yordami tegishi mumkin. Qadimgi Rimda erkaklar sochlarini qush axlati bilan bo'yashgan. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Rimlik erkaklar soch rangini o'zgartirish va go'zallik maqsadida qushlar axlatidan foydalanishgan. Aytishlaricha bu usul sochlarning qizg'ish tusga kirishiga yordam bergan. Buyuk general haqidagi qiziqarli faktlarimiz davom etadi. Napoleonning ari armiyasi. Napoleon arini o'z imperiyasining ramzi sifatida tanlagan. Chunki bu mehnatsevar mavjudotlar tartib, fidoyilik va kuch ramzi hisoblanadi. Shuning uchun ham u hatto ko'ylaklarida ham ari naqshlaridan foydalangan. Tibbiyot sohasidagi hayratlanarli fakt bilan davom etamiz. Inson qoniga ilk marta qo'yning qoni quyildi. 1667-yilda Jan Batist tomonidan bir yigitga qo'yning 2 pinta qoni quyilgan. Bu inson qoniga ilk marotaba boshqa jonzotning qoni quyilgan holat hisoblanadi. Osmonga chiqqan birinchi odam qadimgi Xitoyda. Qadimda Xitoy olimi Van Hu stoliga 47 dona raketa bog'lab osmonga uchishga harakat qilgan. Raketa portlagan, ammo tarixda bu osmonga chiqishga urinilgan birinchi harakat sifatida qolgan. Muzlatilgan boshlar kolleksiyasi yoxud imperatorning dahshatli hobbisi. Rossiya imperatori Pyotr I qiziqarli ammo qo'rqinchli odatga ega bo'lgan. Rivoyatlarga ko'ra, u jinoyatchilarning boshini kesib, ularni muzxonada saqlagan. Hatto bu kolleksiyadagi boshlardan biri imperatorning sobiq rafiqasiga tegishli bo'lishi ham mumkinligi aytiladi. Shahringiz ko'chalarida shakarli toshqin bo'lishini xohlarmidingiz? 1919-yilda Boston shahrida shakar sirupi saqlanadigan katta tank yorilib, 21 kishining hayotiga zomin bo'lgan toshqin yuzaga keladi. Ushbu shakar toshqini soatiga 56 kilometr tezlikda harakatlangan. Soxta orollar afsonasi. Ko'chib yuruvchi orol haqida eshitgandik, ammo tarixda ba'zi orollar xaritalarda mavjud bo'lsa-da, aslida ular hech qachon bo'lmagan. Masalan, Sandy oroli 2012-yilgacha xaritalarda mavjud bo'lib, keyinchalik uning mavjud emasligi aniqlangan. Muzlik davri multfilmi ixlosmandlari uchun qiziqarli ma'lumot. Ko'pchilik mamontlar 10 ming yil avval yo'q bo'lgan deb o'ylaydi. Ammo Sibirdagi Vrangel orolida ular miloddan avvalgi 1650-yilgacha yashagan. Bu esa ularning Misr piramidalari qurilgan davrda ham mavjud bo'lganini anglatadi. Rimlik zodagon xonimlarning go'zallik siri yoxud muxlislikning o'ta darajasi deymizmi? Qadimgi Rimda boy ayollar sevimli gladiatorlarning ter va changini yig'ib, kosmetik vosita sifatida ishlatishgan, chunki ular buni go'zallik siri deb bilishgan. Tarix bu faqat faktlar to'plami emas, balki insoniyatning sirli va hayratlanarli, ba'zida esa g'alati bo'lgan hikoyalar to'plamidir. Yuqoridagi hikoyalarimizdan qaysi biri sizga yoqdi? Izohlarda yozib qoldiring. Bizdan uzoqlashmang. Ha aytgancha like bosishni ham unutmang.